Özüm okugan vaqtlar bilan solishtirdimda, bu yerda gaz yaratilib turgan imkoniyatlarni ko'rib, sizlarga havasim keldi. Bu yıldan başlayıp gözlüğün yangiliklar bo'yicha aytamiz. Bizda 5 tane soliq turini soliq organi tomonidan o'zi avtomatik hisoblab beradigan bo'ldi. Ya'ni bular qo'shilgan qiymat solig'i, aylanmadan olinadigan solig'i, yer va mol-mulk solig'i, jismoniy shaxslardan olinadigan daromad solig'i. Ya'ni oddiy aytib aytadigan bo'lsak, tadbirkorni soliq hisobotini o'zi avtomatik hisoblab, buni shaxsiy kabineti bor, har bir tadbirkorni shu shaxsiy kabinetidan joylashtirib beradi. Tadbirkor buni ko'rib turib, to'g'ri bo'lsa yuboradi, bo'lmasa soliq organining o'zi yuboradi. Bugün Məmun Universitetində Sağlıq Başqarmasının başlığı ilə uçurashuvda bolduq. O bizlərə əsasən Özbekistan Respublikasında olub turğan sağlıq tizim to'g'risida ma'lumotlar berdi. Undan tashqari bizlar yoshlar uchun berilib turgan imkoniyatlar haqida danıştırdı. Bundan o'zimiz uchun qanday sog'liqlar borligi haqida axborot berdi. Xursandamiz. O bizlar uchun katta motivatsiya yoshlarimiz uchun. Bugungi uchrashuvda Sog'liq boshqarmasi haqida ko'proq ma'lumotlar ega bo'ldik. Undagi ishlantirilgan ishlarni bilib oldik va hozirgi kundagi muammolar va ularga bo'lgan yechimlar haqida ko'plab ma'lumotlar oldik va bu meni sog'liq tizimine bo'lgan ishtiyoqimni va qiziqishimni yanada orttirdi va o'zlarimizni qiziqtirib turgan yana savollar uyg'ondi va shu vaqtda biza o'zlarimizni savollarımıza doğrudan doğru Sağlık Başqarması başlığından cevap alganımız kelajagimizda yanada sağlık yo'nalishina bo'lgan ishtiyoqimizni yanada kuchayishini va shu yo'nalishda ishlashimizga ko'proq turtki bo'ldi.